Assalomu alaykum, xayrli oqshom barchangizga azizlarim. Sog'lommisiz? Bugun mana siz bilan kurslarimizni boshlaymiz. Inshaalloh aynan siz bilan baqirmaydigan onalar yoxud farzandimga sevgi kursini boshlaymiz. Bilasiz, bu kurs haqida ma'lumotlar berib o'tirgan sizga va bugun boshlashdan oldin sizga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Ya'ni o'zingiz bilan bitta kelishuv qiling. Bu kurs davomida eng avvalo sizdan so'raladigan narsa bu aybdorlik hissiyotiga kirib ketmasligingiz. Chunki bu kursni eshitayotganingizda farzandingizga nima bera olmadingiz, nimani ortiqroq qo'llab yubordingiz, qay darajada jahl orqali, ya'ni nevroz holatda farzandingizga urishdingiz, qo'l ko'tarib qo'ydingiz, bularni o'ylaganingiz, eshitganingiz, his qilib ko'rganligingiz sari sizda tabiiyki o'zini ayblash hissiyoti paydo bo'ladi. Lekin o'sha paytda imkon qadar aybdorlik hissiyotiga kirib ketib qolmang. Chunki siz o'zingiz ich-ichingizda ayblasangiz, aybdorlik hissiyotiga kirib ketsangiz, sizni bilasiz, tashqaridagilar ham, yon atrofingizdagilar ham bu borada ayblashni boshlaydi. O'shaning uchun mutlaqo mumkin emas aybdorlik hissiyotiga kirib ketish. To'g'ri, bizni shu vaqtgacha bergan tarbiyamiz yoki shu vaqtgacha ularga qo'llagan ishlarimiz to'g'ri deb ayta olmayman. To'g'ri deb ayta olmayman, lekin shu vaqtgacha siz bilmagansiz, aynan ular bilan qanday munosabatda bo'lishni, qanaqa muloqot qilishni, ularga qanday tarbiya berish yoki qanday o'rnak bo'lish, ular bilan qanaqa qilib kelishuvlar qilish, buni bilmagansiz va bilmaganligingiz uchun ham o'zingiz bilgan, deylik o'zingiz hayotingizda ko'rgan tarbiyani ularga qo'llashga harakat qilib kelgansiz. Xo'p, va lekin ayta olamizki, bu to'g'ri deya olmaymiz. Aynan u berilgan tarbiyalar. Uzr so'rayman. Bu tarbiyalar to'g'ri deb ayta olmaymiz. Chunki agarda o'sha berilgan tarbiyalar hammasi 100% to'g'ri bo'lganda edi, suv beraverasizlarmi? Agarda berilgan tarbiyamiz o'sha paytda 100% to'g'ri bo'lganda edi, hozir siz bilan bizda bunaqangi travmalar bo'lmasdi. Buning uchun biz na ota-onamizni, na boshqa birovni ayblay olmaymiz. Chunki nima qiladi? Hamma o'zini hayotida ko'rgan, bilgan, tajribasidan o'tgan tarbiyasinigina bera oladi. Unda o'zida yo'g'ini inson hech kimga bera olmaydi. Va shu sababli ham o'zingizni aybdorlik hissiyotiga kirgizmasdan bu borada ishlab o'taverasiz. Agarda siz qanaqasi eng to'g'riligini bilganingizda, agarda siz nima qilsangiz eng yaxshisi bo'lishini bilganingizda edi, albatta men o'ylaymanki, siz o'sha yo'lni tutgan bo'lardingiz, o'sha ishni qilgan bo'lardingiz. Demak, bilmaganligingiz uchun o'zingizni ayblay olmaysiz va biz ham sizni ayblay olmaymiz. Mana endi siz hozir shu yerdasiz, bu yerda ishtirok etyapsiz, farzandingiz uchun nimalarnidir olishga, ular uchun qanaqadir bilimlar olishga harakat qilyapsiz va mana shu qilayotgan harakatingiz bilan boshqa bir onalardan bir qadam oldinda ekanligingiz bilan sizni tabriklayman. Chunki bu qarorga faqat bilaman o'zingiz uchun kelmadingiz, farzandingizga ham yaxshi bo'lishi uchun, farzandingiz bilan munosabatingiz yaxshi bo'lishi uchun, ularni o'rtasida qanaqadir aloqangiz yaxshi bo'lishi uchun hozir siz shu yerda aynan meni tinglab turibsiz. Va sizdan bu darslarimizni, bu kurslarimizni eng boshida so'raydigan narsam bu o'sha o'zingizni ayblamaslik. Ha, to'g'ri, siz shu vaqtgacha buni bilmagansiz va endi o'rganyapsiz. Agarda o'rganib turib ham undan so'ng hayotingizda qo'llamasangiz, undan so'ng deylik siz keyinchalik bunga amal qilmasangiz, ana unda siz bemalol o'zingizni ayblashingiz mumkin. Hattoki biz ham qo'shib sizni ayblashib yuboramiz.
Nimagaki, bilmaganni qilolmaganingiz ayb emas, lekin bilib turib, o'rganib turib, shuni his qilib turib qilmasangiz, bajarmasangiz, bu haqiqatdan ham aybdorlik hisoblanadi. Va shuning uchun sizdan bu darsimizdan mukammal o'rganib olish va undan so'nggina munosabatlarni yaxshilashga, buni o'rganishga va hayotingizga ko'nikma sifatida olib kirishga harakat qilishingizni so'raymiz.